Erta insultning sababi aniqlandi. Britaniyadagi Kiel universiteti olimlari 50 yoshdan kichik bo'lgan insonlarda kriptogen insultlar, noma'lum kelib chiqishga ega insultlar sababini aniqladi. Kriptogen insultlar tibbiyot xodimlari uchun sirliligicha qolmoqda. Qon tomirlarining berkilib qolish sababi esa noma'lum. Holsizlik, nutq va ko'rishda muammolar kasallikning belgilari bo'lib, u o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Olimlar o'tkazgan tajribada 18 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi 546 kishi ishtirok etgan. Ular insultga chalinganlar va sog'lom insonlarni tashkil etadi. Tahlillar natijasi tamaki chekish insultning asosiy xavf omili ekanini ko'rsatgan. Guruhdagi insultni boshdan o'tkazganlarning 33%ni chekuvchilar tashkil etgan. Xavf omillari inobatga olinganda tamaki chekuvchilarda insultga chalinish ehtimoli 2 barobar ko'p ekani ma'lum bo'ldi. Erkaklar orasida xavf 3 baravar, 45-49 yoshdagi odamlarda esa deyarli 4 baravar oshishi aniqlandi. Yiliga 20 qutidan ortiq tamaki chekadiganlarda insult xavfi 4-7 barobarga yuqori. Olimlar insult holatlarini kamaytirish uchun chekishga qarshi kurashish bo'yicha choralarni kuchaytirishga chaqirmoqda.